Sadaqat vaqasi to'rni bir oldi bolalar, bir mezgil bek MTT bu ketdik. Aleksandra xo'ymi chiroylik, nazokatlik, yiqishlik, o'moq chiroyli qiz ekan. O qiz olmishni chiqiriblar. Beslib qolgan bir patma chash-pash surbatga satdi. Lekin jibo qilmaydi, uni ko'p bilsan-ku, jibo qilmaylam, do'stlarning yordamida setib pak sugitib bilan pulni cho'ntak soldi. Keyindilam fursatni g'animat bilib, iliq aqko'ngil yaxshi qizlar chiqdi. Biz jibo o'rlashtirdik deb. Aldirmasanlar bo'ladi, xonlarim. Jiboni qildi bu Aleksandrni o'tirib o'tkazib qo'yib, iliq qizlar bir-biriga gap bermaydi, ya haqi gap bermaydi, ya o'zlari ish qilib gap bermay, patatat qilib so'zlab yayliq Aleksandrga gap bermaydi. Ashta qilib 10 soat jiboni tugatdi. Savdo qildi, savdo qildi. Kimning nima sotganligini nima jibokalar hamiz biladi, men bu yerda demisam, qimmidiq, atmidiq, qimmaymiz, atmaymiz degan bilan undan bildik. Mayli o'zining ishi bo'pti. Iliq daldan quloq armu 42 minutlik gapni qilib en axırda hemen eğer dün gap qo'yaplam o'tadi. Anda bola sadoqatlar hamma ishlardan xabar bo'lsa-mu, tukiganmay, xiyol qilmay, sayyoh qilib dengiz uchun bilib paraxt o'tirib hayotning payzini survatida yaxshi yeb, yaxshi ichib. Mosh xalq bizlar o'zimiz sarasini o'chib degan vatildab so'zlab pinglinchilar degan peqirab yurib ketdik. Qo'ydi. Bo'pti. Bo'lmamdi. Bir hikmatlik ish. Endi mening yakun qilib chiqargan eng oxirgi qarorim, eng oxirgi tuzgan planim bo'lsa, sadoqat vaqasiga. Buni daldan quloq chashqanchiroy ma Aleksandrla ajrashgasin. Uy tutmasin. Sizlar qanday qaraysizlar bilmadim, penojga gezib qo'ysanglar bo'ldi. Nima ish qildi to'y tutmamdi. Ajrashgasin. O yetim bo'lgan ularning bolasimi? Nurg'un yetim bolalar bor. Partiya kimni ash qo'yapti? Partiya hukumat. Hammamiz yetim bolalarni bexib cho'ng qilamiz. Onada qolgan yetim bo'lmaydi. Onasi baxs yetim hisoblanmaydi. O sadoqat bilan to'y qilmasin. Uning bilan to'y qilsinmi? Voy, menda qo'lini uchintmidim degan to'ng'u, hamma ey degan to'ng'u olsan, u mana deb haqni gap qilib texim vaqbo bo'lib, bu da egiz binada saklab oldiga chiqdi. Shunga u daldan quloqda hamma narsa keraklarni apparatlarni yig'ishtirib, hamda kinishkisini o'tirishga yetib, biletni apasa, men Guangzhou kelsin. Kelib men bilan ko'rasin. Men buni aqidan beray. Gerçi men aqida bir mushuk olsunmu? Odamlar tegli qilg'anlik qiladi. Bu 2 yildan yaqin to'lg'ini 2 yilni amida bunicha. Endi ashqan alay tegmasa bu bo'lmaydi. İkisi birleşip mushuk baxs oldu, kelgisi jiqqin mushuklarni biqib partiyaniki ermak ayvalarni biqib siyosatiga to'pisa qo'shidi.